yuzimizning chiroyiga ta'sir qiluvchi ikkinchi mushagimiz. Esingizda bor, bu videoda sizlardan 100 kommentariyda plus qoldirsangiz ikkinchi mushak haqida ma'lumot beraman deb so'z berdim va siz 100 emas 265 ta kommentariy qoldirdingiz. Esingizda, oldingi videoda men chaynash mushaklari to'g'risida sizlarga aytib berdim va massajini ko'rsatdim. Endi bu videoda yuzimizni chiroyiga ta'sir qiluvchi ikkinchi mushagimiz bo'ynimizda joylashgan quloq va tush suyagini birlashtiruvchi so'rg'ichsimon mushagimiz. Bu mushakning spazmi esa yuzimizga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu qismda bilasiz, arteriya qon tomirlari, limfa joylashgan. Bu mushak siqilishi natijasida esa yuzingizga yetarlicha oziq modda, kislorod yetib kelmaydi va limfa haydalmaydi. Ya'ni natijada shishlar, ajinlar, terining rangi o'zgarishiga olib keladi. Shuning uchun bu mushakni har kuni massaj qilamiz. Boshingizni yon tarafga aylantirsangiz, uni his qilishingiz mumkin. Tutib olib, yaxshilab massaj qilasiz. Ikki qo'llab. Boshida og'riqli bo'lishi mumkin. Bu uning spazmga kirganligidan darakdir. Yaxshilab mana shunaqa qilib massaj qiling. Xohlasangiz srazu ikki qo'lingiz bilan har doim go'zal va sog'lom qoling.